Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mana bizani bugun yana bitta mashhur sovunlarimizdan, mana shu sovunimiz haqida sizlarga rezultat bo'lgan odamda mana ikki og'iz o'zlaringiz eshitishlaringizni xohlayman. Juda ham zo'r sovunimiz. Marhamat, endi o'zingizda bo'lgan effekti. Assalomu alaykum. Bu juda ham to'g'ri aytdi. Juda ham zo'r, effekti juda yaxshi. Buni yordami nima deyishlaringiz mumkin? Yuzingizni taranglashtiradi, yorug'lashtiradi, yuzdagi pigmentlarni yo'qotadi. O'g'ri deysizmi, allergiya deysizmi, o'shalarni ham yo'qotib, yuzingizni chiroyli, mayin va yoshartirgan nimada yuzingizni chiroyli qilib, go'zal qilib beradi. Mana to'g'ri qizlar, mana shu qizimiz hozir menga ham o'zi mana bez kamera nima qilib живой nima qilib aytdi. Mana betidagi ugrisi bor odamlar, betida manaqa suxoy ko'jalari shilisheniya bo'lib ketgan. Mana shu narsalarni juda mana shu effekti zo'r. Mana shu o'zi effektini ko'rgan ekan. Mana shu narsani, mana живой nimasini o'zi aytib beryapti. Mana o'ziga hozir 3 ta sovunni oldi. Mana shu oxiri qolgan edi qizlar. Mana yana zakaz qilamiz, keladi qizlar, обязательно kelingizlar. Allergiyaga davoligini hozir eshitib juda ham xursand bo'ldim, bilmagan ekanman. O'g'rilarga ko'rdilaringizmi qizlar? Bugun allergiyaga ham eshitib juda xursand bo'ldim qizlar. Shuning uchun bu rezultatni sizlar bilan живой nima bilan bo'lishyapmiz-da. Bu masalan reklama emas, mana живой bo'lgan, mana o'zini odamni o'zidan eshityapmiz qizlar. Hammalaringizga mana Greenleaf kompaniyasida mana shunaqa har xil produksiyalarimiz bor. Mana shu produksiyalarimizni biz oxirini bilmaymiz-da. Masalan, bu har xil narsalarga nima davoligini biz o'zimiz bilmagan darajada olib turib, keyin ishlatib ko'rib, o'sha paytda bilamiz ekanda. Shuning uchun hammalaringizga savetimiz, обязательно har bir produktdan bitta-bitta ishlatib ko'ringizlar qizlar. Hammaga omad.